Nimaga qaynonalar o'g'lini kelinidan qizg'onadi? Texnika beraman shu paytda. Bepulgan? Ha, albatta. Hozir erkaklarga yoqib ketadi bu joy. Yo, birlashtirsa. Erkak kishini ishini yurishmasligi, ayoli bilan bo'lgan munosabat yaxshi bo'lmasa, qanaqa bog'liqlik bor? 100% bog'liqlik bor. Shu savol orqali psixologiyani o'qishni boshladim. Faqat boshda ko'tarib yuradi degan o'y xayolda o'sdi. Obraz yasab oladi odam. Obraz yasab oladi. Timsol. Ba'zi bir erkaklarda shunaqa narsa borki, o'y xayolida, ya'ni xohishidagi ayol boshqa timsolda, uydagi ayoli boshqa timsolda. Ayol ertasidan o'zgaradi. Ishoninglar, muhokama qilgan narsalar albatta hayotingizga kelar ekan. 100%. Ayblab, nafrat ko'zi bilan ajrashsa, yana bu narsa hayotiga takrorlanadi. Ya'ni ikkinchi erkak bilan yashab o'tishi mumkin. Men hozir aytsam, urushib beradi degan, agar ichida qo'rquv bo'lsa, albatta urushib beradi. Nima o'y xayolda o'ylab turgan bo'lsak, biz hayotimizda mana shu realliklar bo'laveradi. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Gavharxonim Ziyayeva, xonanda hamda psixolog Dilnoza Olimovni bugungi suhbatimizni o'zgacharoq formatda olib borishga qaror qildik. Sababi faqatgina Dilnozxondan savol yoki mendan savol emas, balki birgalikda bir-birimizga sizga bo'lgan qiziq savollarga javob olmoqchimiz. Gavhar opa, sizni premyera bilan tabriklayman. Menga qo'shiqni matni ham, klip ham hammasi yoqdi, juda ham yoqdi. Bu qo'shiqni eshitib, men shunaqa hislarni his qildimki, 17 yil avvalgi o'zimni hayotimni yashab o'tdim. Shunaqangi zo'r bo'lgan. Sizni tabriklayman bu bilan va shunaqangi O'zbekistonda ayollarning og'rig'ini olib chiqqaningizga rahmat demoqchiman va sizga savol bermoqchimanki, ya'ni menga shu narsa qiziq bo'ldiki, bu klipni ko'rib, qo'shiqni eshitib, bu qo'shiqni matnini shunaqangi hislar bilan bergansiz, his-tuyg'ular bilan. Bu o'zi g'oyasi qayerdan kelib chiqdi? Bir qo'qonlik ukamiz bor ekanlar, Begzod ismli. Ular telefon qildilar bir kuni. Opamda qo'shiq bor, eshitib ko'ring dedilar. Nima haqida desam, sevgi haqida deb aytdilar. Sevgi haqida bo'lsa menga kerak emas, menga ona haqida qo'shiq kerak dedim. Sababi repertuarimda bir 12 tacha ashula bo'lsa, ichida ona mavzusi yo'q edi va menga juda ham ona mavzusi kerak edi. Siz eshitib ko'ring, sizga yoqadi dedilar. Bu qo'shiqni tashlab berdilar, o'sha ideya holatida. Eshitdim, qo'shiqni eshitdimda boshlanishi menga sabr tilamang ona deb boshlanyapti. Ha, ona ekan u qo'shiq dedim, sevgi emas-ku dedim. Yo'q, endi ba'zi bir so'zlari bo'lgan sevgi, muhabbat, shuni keling o'zgartiramiz. To'la to'kis o'sha qiz bolani onasiga aytgan gaplari bo'la qolsin dedim. Men xohlagandek chiroyli qilib to'g'rilab berdilar. Ashula o'zimga yoqqani uchun avvalambor men o'ylanib o'tirmasdan bu ashulani olishga qaror qildim. Sababi birinchi eshitganimdayoq yuragimda bir narsa o'tdi. Demak, bu qizlarga yoqadi dedim va shahdamlik bilan ashulani sotib oldim. Uni aranjirovkaga berdik, yozdik. Qo'shiq bitgandan keyin shunchaki sun'iy intellektda olingan videoroliklarga ashulani qo'yib tarqatishni boshladik va Instagramda juda ham ko'p qizlarning qalbidan joy egallaganini ko'rib, bu ashulaga klip olmasam bo'lmaydi degan fikr keldi. Va chiroyli jamoani yig'dik, chiroyli aktyorlar tarkibini yig'dik va Ikrom Ali bilan birgalikda shu ona qo'shig'iga ajoyib klipni suratga oldik. Juda bir qalbga boradigan, qalbni uyg'otadigan shunaqa zo'r qo'shiq bo'lgan. Ya'ni har bir ayolni, har bir qizni qalbiga, yuragidan joy oladigan qo'shiq bo'libdi. Ana shu qo'shiqni 3 hafta bo'ldi chiqqaniga, haligacha har kuni qiz kelinlar o'zini dardini, o'zini hayot hikoyasini menga lichkamga yozishadi, bir xil kommentariyaga ham yozishadi va shulardan menda savol tug'ilyapti. Mana hammamiz kelin bo'lganmiz, hammamiz shu hayotni yashab o'tganmiz, yaxshimi yomonmi qaynona ko'rganmiz va o'sha 20 yil, 25 yil, 30 yil oldin yo 40 yil oldingi holat hali ham o'zgarmabdi-da degan fikr tug'ilyapti menda. Chunki hali ham o'sha qaynona kelin o'rtasidagi muvozanatsizliklar bor ekan. Mana psixolog sifatida bugun shu suhbatdan unumli foydalangan holda sizga ham ba'zi bir savollarim bor. O'sha qizlar bergan savollarni javobini bugun sizdan olishga ularga va'da berganman. Bu O'zbekistonimizda shunaqa global mavzuki, ayollarda bu juda ham ko'p holatlarda uchraydi. Mana hozir mijozlar ham kelishadi bizga va mana shu mavzuda aynan keladigan qizlar juda ham ko'p. Nafaqat bu bizni O'zbekistonda, balkim bu Markaziy Osiyoda deb o'ylayman. Chunki mana qo'shni davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston bularda ham juda ham, mana Turkmanistonda ham bu mavzu juda ham aktual mavzu hisoblanadi. Biz hali bu narsani global tarzda hal qilmadik. Bundan 1 yil avval prezidentimiz qizlar tomonidan bu chidama loyihasi ham mana shu aynan mana shu mavzu asosida bo'ldi deb o'ylayman. Chunki aynan mana shu mavzu bir necha yillardan buyon ayollarda, ayniqsa Osiyodagi ayollarda og'riq hisoblanadi. Lekin masalan bu savolni Yevropa davlatlari hal qildi. Bir necha davlatlar hal qildi. Lekin hali biz Osiyoda bu savol hal bo'lmadi.
Yevropada ham qaynona kelinlik bo'lgan ekanmi qachondir? Ha, qachondir bo'lgan, lekin hozirda yo'q. Bu savol bir necha yillar avval, 40 yil, 50 yil avval hal bo'lgan. Bizda ham yo'q bo'larmikin qachondir? Albatta, mana shu men o'ylayman, hozir qizlar xohlamayapti shu narsani. Biz endi chidamaymiz, biz boshqa bunaqa yashamoqchi emasmiz degan narsa. Qaynonalar ham chidamayapti-da endi. Kelinlar chidamaganiga qaynonalar chidalmayapti-ku. Sal narsaga vahima qiladi, sal narsaga arazlab qoladigan mana mem videolar ham tarqab ketgan-ku, oldingi kelinlar, hozirgi kelinlar degan ma'noda. Dilnoz mutaxassis sifatida siz nima deb o'ylaysiz? Ko'proq baribir qaynonaga bog'liqmi yo kelingami uydagi nomurosalisliklar? Mana shu savolda ko'tarilgani, o'zi kelinlarda chidamayap turgani, ayniqsa mana shu savol yakunlanishi uchun bo'layap turgan vaziyat. Ya'ni bu yerda hozir qaynonalarda chidamayap turganligi va qizlarda, yosh qizlarda, kelinlarda ham chidamayap turganligi aynan biz Markaziy Osiyoda biz bu savolni tugatishimiz uchun bo'layap turgan vaziyat hisoblanadi. Va bu bir necha yildan keyin bu umuman yo'q bo'lib ketadi. Hali bizning nevaralarimiz eslab kuladi ham shu mavzularda o'tirgan ekan bizni ajdodlarimiz deb. Men aytmoqchimanki, ya'ni hozir savolingizga qaytadigan bo'lsak, kelindami, qaynonadami, mana hozir zamon o'zgardi. Biz hozir 2026-yilda yashab turgan bo'lsak, hamma sohada ya'ni o'zgarishlar katta. Globallashish. Bizi yoshligimizdagi hozir mana hattoki o'yinlar ham yo'q. Bolalar boshqa o'yinlarda o'ynayapti. Demak, hammani ongi o'zgaryapti va yoshlarning ongi o'zgargan. Ular boshqacha hayotda yashamoqchi va boshqa narsalar haqida o'ylamoqchi. Lekin ba'zi bir qaynonalar yilma-yil o'zgarmoqchi emas, ongini o'zgartirmoqchi emas, moslashmoqchi emas. Hozir o'zi qanaqa zamon? Biz demak bu zamonda qanaqa yashashimiz kerak degan savol yo'q. O'zlarini yoshliklariga hozirgini taqqoslashyapti. Va biz yoshligimizda bunaqa bo'lmagandi. Buncha imkoniyatlar, nega endi qilmas ekan, nega endi ish qilmas ekan, nega endi mana bu narsalar hal bo'lmas ekan, ya'ni o'zlaridaqa yashattirmoqchi kelinlarni. Va shuning uchun ham mana shunaqangi vaziyatlar bo'lyapti, lekin aslida bu hech kim hayotini yashab o'tmaydi. Zamon o'zgargani sari yengillashish kerak. Zamon o'zgargan sari har bir inson o'zgarishi kerak. Albatta to'g'ri aytasiz. Men shu fikringizga 100% qo'shilaman. Sababi oldin zamon boshqa edi, oldin vaziyatlar boshqa edi. Hozir haqiqatan ham agar o'sha onalarimiz, ya'ni qaynonalarimiz davrida o'sha kir yuvish mashinalari yoki mana shunaqa bir multivarkalar nimadirlar bo'lganda, ular ham ishlatgan bo'lardi. Endi unda bo'lmaganligi hozirgi yosh avlodning aybi emas-ku aslida. O'shuning uchun men o'ylaymanki, kelinga bir qulga qaragandek, kelinga bir ishchiga, xizmatkorga qaragandek qarab emas, balki bir farzandiga qaragandek qaralsa, uni yengilliklariga xursand bo'lsa, qaytanga shu bolamiz zamoniga kelib, zamonni zaylini qara, kirini ham avtomat kir mashina yuvib beryapti deb yaxshi nazar bilan qarasa, menimcha urush janjalga ham hojat qolmaydi. Albatta. Bu qanaqadir alamzadalikka o'xshaydi, go'yoki men qiynalganman, sen ham qiynalishing shart degandek. Psixolog sifatida nima deysiz? Qaynonani bu holati albatta o'zini og'riqlaridan kelib chiqqan holatda, ya'ni har bir inson o'zi qanaqangi og'riqda yashagan bo'lsa, mana shu og'riqni atrofdagilarga ham bergisi keladi. Ya'ni ba'zi bir qaynonalar baxtsiz bo'ladi va o'sha baxtsizligini kelini ham yashab o'tishini xohlaydi. Mana ayniqsa shunaqa qaynonalar bor, o'g'lini yonini oladi. Erkak kishi ko'chada yuradi, ichadi, istagan ishini qiladi. Ayol kishi bo'lsa uyda o'tiradi degan gaplar gapirishadi. Bu holat erkak kishini yana bundan foydalanishga, bu vaziyatdan foydalanishga va xohlaganini qilishga olib keladi va oilalarda uzoqlashishiga olib keladi. Qaynona avvalambor shu kelin tarafini olish kerak. Yani ayol bilan birlashsa, ayolni his qilgan holatda agar uni his qilib, uni har bitta og'riqlarini his qilib, agar u tomon, kelin tomon bo'lsa, agar qaynona, shunda menimcha men o'ylayman, oila yaqinlashadi, munosabatlar yaxshilanadi deb o'ylayman. Chunki baribir o'g'il bola onasiga qaraydi va onasi ayolini hurmat qilyaptimi, onasi ayoli tomon bo'lyaptimi, demak o'g'il ham o'ylaydi, ya'ni men ham shu tomon bo'lishim kerak deb. Va bu narsa yana shu narsadan kelib chiqadiki,
onalardagi o'zini xohishlari yo'qligi, ya'ni hobbilari yo'qligi, misol uchun 50 yoshdan keyin ko'pchilik ayollar bekorchi bo'lib qoladi. Ha, bekorchi bo'lib qoladi va o'ziga ish topolmaydi nimadir. O'zi bilan o'zi ovora bo'lmagani uchun menimcha faqat fokusi kelinga qarab qoladi. Xuddi shunaqangi, ya'ni o'ziga 50 yoshdan keyin har bitta ayol o'zini hobbilari bo'lishi kerak, o'zi uchun yashash kerak. O'zi uchun yashamaganligi uchun ham mana bir necha yil o'zi uchun yashamaganda, ya'ni farzandlarim uchun yashadim, turmush o'rtog'im uchun yashadim, shu oilani oyla qilish uchun yashadim deydigan ayollar bor va 50 yoshdan keyin hamma narsa hal bo'lgandan keyin, farzandlarni uylab joylab bo'lgandan keyin endi nima qilishni bilmay qoladi. Va shunda yana yordam beraman, men bularga bosh bo'lib turishim kerak, yoshlar eplay olmaydi, hal qila olmaydi degan masalada ham ba'zi qaynonalar aralashib qo'yadi yoshlarning ishiga. Yoshlarga u yoqmaydi. Yoshlarga bu yoqmaydi. 50 yosh o'zi eng tajribalarda to'plangan yoshi. Ba'zida o'ylashadi 50 yosh bu tugadi hayotim deb. Yo'q, aslida 50 yoshdan keyin biz tajribalar to'playmiz va 50 yoshdan keyin uni namoyon qilamiz. Ya'ni o'sha yoshda aynan o'zi uchun yashaydigan, o'zini sayohatlari bo'lish kerak, sporti bo'lish kerak, qiziqqan hobbilari bo'lish kerak, kerak bo'lsa yangi kasblar ochish kerak. Ya'ni o'sha 50 yoshgacha to'plagan tajribalaridan kelib chiqqan holda. Shunda agar o'zi baxtli bo'lsa ona hech qachon farzandlarini ishiga aralashmaydi deb o'ylayman va ularda ham baxtli bo'lishini xohlaydi. Qancha ona baxtli bo'lsa, farzandlarga ham baxtli bo'lishga qo'yib beradi. Zo'r. Kechagina bitta followerimiz Instagramdan yozdilar va bu savolga men psixologdan javob olib beraman degan va'dam berganman. Savol shunaqa ediki, Gavhar opa, nimaga meni qaynonam erim mendan qizg'onadi, bir joyga aylantirishga olib chiqaman degan kuni urush janjal bo'ladi. O'zi umuman olganda mana Dilnoz, nimaga qaynonalar o'g'lini kelinidan qizg'onadi? Qaynona kelin raqobatdosh emas-ku axir. U ona, bu kelin. Qanday, nima uchun men shuni tushunmayman. Qanday o'g'lini, masalan, men ham o'g'il boqib, o'g'il katta qilgan ona sifatida aytyapman. O'g'lini qanaqa qilib ayoldan qizg'onish mumkin? Bu qanaqadir patologiyami, nima bu, o'zi kasallikmi? Bu psixologik kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu holatda ong ostida, ya'ni onani o'y xayolida shunaqangi bo'ladiki, masalan, turmush o'rtog'idan ola olmaydi. Shunaqa ayollar bor, ba'zi ayollar turmush o'rtog'idan ola olmaydi va qaynonasidan ola olmaydi va o'g'lini o'stirib turganda menga o'g'lim hali shunaqa katta narsalar qilib beradi. Meni o'g'lim hali sayohatlarga olib boradi. Meni o'g'lim faqat boshda ko'tarib yuradi degan o'y xayolda o'stiradi. Obraz yasab oladi o'g'lidan. Obraz yasab oladi, timsol. Va shu timsolida katta qiladi o'g'lini. Va o'sha timsol endi reallikka aylanish kerak katta bo'lgandan keyin o'g'li va mana shu holatda taqib uylanadi. Xuddi shunaqa. Boshqa qiz keldimi, endi ongda shunaqa o'y xayol paydo bo'lib qoladiki, menchi o'zi shuncha turmush o'rtog'imni olmadim, men shuncha hech kimda olmadim, men buni kutgandim-ku, qanaqasiga? Endi mehr bunga ketadimi deb? Endi mehr bunga ketadimi? Men olishim kerak degan o'y xayol paydo bo'lib shundan qizg'anish paydo bo'ladi. O'zi bilmagan holatda, ya'ni atalib qilmaydi bu narsani. Ba'zilar endi bo'ladi shunaqa, lekin o'zi bilmagan holatda bu narsani yaratib qo'yadi. Lekin o'g'lingni qizg'onyapsan deb yaqinlari aytsa, hech ham unaqa emas deydi, tan olmaydi. Tan olmaydi, chunki o'zi ham bilmasligi mumkin-da. Faqatgina o'sha ongdagi timsol. Ya'ni ketib qoladi xuddiki. Aslida o'g'ilda mehr hech qachon bo'linmaydi deb o'ylayman. Chunki onaga bo'lgan muhabbat boshqa, ayoliga bo'lgan muhabbat butkul boshqa. Ikkita muhabbatni solishtirib ham taqqoslab ham bo'lmaydi. Shuning uchun men hech qachon mehr bo'linmaydi deb o'ylayman. Buni to'g'ri qabul qilishni o'rganish kerak. Endi deylik, shu qizg'onchi qaynona bilibmi, bilmaymi qizg'onyapti. Uni davosi bormi? Shu ayolni to'g'rilasa bo'ladimi yoki shu umrning oxirigacha qizg'onib o'tadimi? Albatta davosi bor, har qanday narsaning davosi bor. Shunaqa agar kelinga qizg'onyap turgan qaynona uchragan bo'lsa, demak kelinda ham ichida nimadirlar bor. Ya'ni hech qachon bizni hayotimizga bizdan alohida odamlar kelmaydi. Ya'ni nimadir o'y xayolimiz bo'ladiki, o'sha orqali tortib olamiz. Demak, kelinda ham qizg'onchiqlik holati borki, buni qaynona aks ettiryapti. Вот где masala. Bu holatda kelinlarga maslahatim, bitta texnika beraman shu paytda. Bepulgami? Ha, albatta. Foydalanib qolinglar. Agar qaynona yomon o'zini tutyap turgan bo'lsa, to'xtovsiz kelinni chiqishtirmayap turgan yoki kovlayap turgan bo'lsa, bu paytda kelinlar xayolan
qaynonasini nur bilan to'yintirish kerak. Yuqoridan oltin rangli nurni tushirib, qaynonasiga to'ldiradi. Va yuragidan oltin rangli yurakchani olib, qaynonasining yuragiga joylab qo'yadi. Tasavvurida, xayolan. Va yana bitta texnika, qaynonasiga ovqat beryap turganda, ovqatlarni suzayap turganda, aynan qaynonasini ovqatlarini nur bilan to'yintiradi, sevgi bilan to'yintiradi. Men shu ovqatni sevgim bilan, nur bilan to'yintiraman. Men siz bilan sevgi kelishga tayyorman deb aytadi. Shundan keyin bir necha kun bu texnikani bajarsa, qaynonasi o'zgaradi, butunlay o'zgaradi. Va shunaqa bo'lish kerakki, qaynonaga dushman sifatida emas, qaynonaga o'sha ona sifatida, ya'ni eng sevgan insonimi, misol uchun turmush o'rtoq kim? Eng sevgan inson va do'st. Eng yaqin inson menimcha turmush o'rtoq deb o'ylayman-da. Shuni onasi deb qarash kerak-da va uni har qanaqangi holatiga rozi bo'lish kerak. Ya'ni bunga mumkin. Hech kimga mumkin bo'lmasa ham bu ayolga mumkin. Chunki bu meni eng yaxshi ko'rgan insonimni onasi deb qarash kerak va shunda u ayol ham o'z-o'zidan kelinga sevgida qarashni boshlaydi. Ba'zi bir kelinlar, ya'ni oilada o'zi ularning oyisini, qaynonasi ham xuddi shunaqa bo'lgan yoki opalaridan yomon qaynona obrazini eshitib qolgan. Miyada ssenariy bor tayyor. Miyada o'sha timsol paydo bo'lib qolgan. Hali u qaynonani uchratmasidan qaynonaga nisbatan yovuz ayol degan qo'rquvi bor qaynonadan. Hamma narsaga aralashib turadi degan ayol timsoli bo'lganligi uchun ham xuddi shunaqa qaynonani tortib oladi. Tortib olganni hisobiga bu narsa hayotida, ya'ni bo'laveradi va o'sha qaynona bilan kurashadi. Ya'ni har kuni shunaqa o'ylashadiki, aytishadi-da, kechqurun bilan o'ylab chiqar ekan ba'zi bir kelinlarimiz, ertalab qaynonamga bu gapni aytaman, men bu gapni aytaman, yana bunaqa qiladi, yana bunaqa, ya'ni oldindan reja tayyor. Agar biz nima o'y xayolda o'ylab turgan bo'lsak, bizning hayotimizda mana shu realliklar bo'laveradi. Ya'ni kechqurun qaynonam ertaga mana shu narsalar qiladi, yomonliklar qiladi menga dedimi, ertasiga xuddi shu narsa bo'ladi. Va o'zlari o'y xayollari tortib olishadi. Shuning uchun ham ruxsat beraman, kurashmayman, bo'ldi. Har qanaqa holatga, demak, men shu holatda yashab o'tishim kerak. Nima uchundir bu narsa berilindi. Allohning bergan bu menga sinovi. Demak, men bundan chiroyli yashab o'tishga tayyorman. Shu ayolni borligicha qabul qilishga tayyorman dedimi, ayol ertasidan o'zgaradi. Bu bir necha marotaba sinalgan. Men o'zim ham sinab ko'rganman hayotimda. Shu 17 yil avval yosh kelin bo'lganimda xuddi men shu narsalar yashab o'tganman va mana shu oilaviy vaziyatlar tufayli, oiladagi kelishmovchiliklar, ajrim holati tufayli 2016-yilda psixologiyani o'qishni boshladim. Chunki menda shunaqa savol bor edi. Men hayotim nega bunaqa bo'ldi? Nega menda aynan shunaqa hayot uchradi? Nega aynan meni taqdirim bunaqa bo'ldi degan o'y xayol bor edi va shu savol orqali psixologiyani o'qishni boshladim va o'qiganimdan keyin hamma narsani o'zimdaligini ko'rdim, o'zimdagi o'y xayollarimligini ko'rdim va o'y xayolimni o'zgartirganim sari hayotdagi vaziyatlar o'zgarib ketishni boshladi. Ya'ni nazar o'zgardi va hayotim o'zgardi. Va men bunaqa narsalardan butunlay chiqib ketdim. Har bitta ayol o'qish kerak deb bilaman, ilm olish kerak, butunlik tashqi dunyoni qo'yish kerak va o'zini ustida ishlagan sari hayot o'zgaradi. Lekin bizda ko'p qaynonalar kelinini o'qishiga yo'l qo'ymaydi. Deylik, hozir bitta kelin, "Oyjon, men shu psixologiyaga qiziqib qoldim." Sen o'sha psixologlaringga senga noto'g'ri narsani o'rgatadi. O'sha psixologlar hozir o'zini sevishni o'rgatyapti, shaxsiy chegaralarni qo'yishni o'rgatyapti. Ya'ni psixologdan sen yaxshi narsa olmaysan deb ruxsat bermaydi. Men shunaqa deb bilaman. Va hozir gaplaringizdan xulosa qilyapmanki, aksincha, agar o'sha ayol, ya'ni o'sha psixologik bilimini oshirib borsa, odamlarni yaxshi ko'rishni o'rganishni boshlasa, hech yo'qdir. O'zidan boshlasagina hayot o'zgarishni boshlaydi. Buni ko'p sinaganman, to'g'ri aytyapsiz. Mana ko'p bo'ladi menda. Podpischiklarim orasida men psixolog bo'lmasam ham menga savol berib, bu yoki men psixolog emasman deyman. Savollar berishadi va mendan qanaqadir najot kutishadi. Bo'ladi, menda ko'p bo'lgan bu holat. Va men o'sha yozayotgan qizga ko'pincha stranchkasiga kirib qarayman-da. Hamma postlari siqilgan, sitatalar qo'yilgan, yig'lagan qora zulmatlar, rasmlar, nimadirlar bo'ladi. Ismi ham bir qanaqadir
bir yaxshi narsa bilan bog'liq bo'lmagan siqilgan ism nickname bo'ladi, ya'ni avatarida ham bir qora qanaqadir kartinka bo'ladi, ichiga kirsangiz o'sha yig'lagan qizlar nimadirlar bo'ladi. Ki men har doim aytaman, hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz birinchi shu postlaringizni olib tashlang, quvnoq narsalar qo'ying, tortib olyapsiz-ku hayotingizga deyman. Yo'q deydi, ha ishoning deyman, sayohatlar qo'ying, pullar qo'ying. Odamlar mana men kunda ertalab pullar qo'yaman, shuncha puli bor deb o'ylaydi. Men internetdan, Pinterestdan skachat qilaman, Instagramdan olaman, oddiy internetdagi pullarni, kartinkalarini, videolarini qo'yaman. Zarejatsa qilinglar, olinglar deyman hammaga, ulashaman. Ya'ni o'zim tasavvurimdagi pullarim, u meni pullarim emas va shu narsani ishlashni bilganim uchun hammaga qo'yinglar, mana mashinaga qatta pul demanglar, mashinalar rasmini qo'yinglar. Qachondir dengizga borsam, men ham dengiz rasmini qo'yaman emas, internetdan olib qo'yinglar deyman. Chunki vizualizatsiya ishlaydi, bu narsani har kuni ko'rsang, stranичкаga kirganda, g'urbatxonaga kirganda emas, balki o'zingning kayfiyatingni ko'taradigan narsani o'zingda avvalambor ko'rishni boshlasang, hayoting keladi shu narsa deb o'ylayman. Men gaplaringizga xos taqqoslayapman-da, demak bu narsa bor ekan. Ya'ni agar meni uyim g'urbatxona, meni qaynonam o'shanaqangi bir ajdarho deb tasavvur qilsa, hayot shunga qarab ketaverar ekan. Agar siz aytgandek ozgina o'zidan boshlab o'zgarishni boshlasa, o'sha ayolni yaxshi ko'rishni boshlasa, hayot o'zgaradi. Men sinaganman bu narsani va ko'pchilikka ishlagan praktika bu. Qaynonangizni yaxshi ko'ring, siz yaxshi ko'radi desam, men bu xotinni yaxshi ko'ra olmayman degan javobni ko'p eshitganman. Keyin nima deyman? Yaxshi ko'ra olmasangiz, demak shu hayotda yashashga majbursiz, dalshi ham shunaqa yashaysiz deyman. Men qilmayman dedim, u odam hayoti o'zgarmaydi. Avvalambor odam o'zi ham harakat qilib ko'rish kerak. Agar harakat qilsa ham eri yo qaynonasi o'zgarmasa, nima qilish kerak? Bor-ku shunaqalar. Bu tarafini ham ko'rib chiqaylik, mutaxassis sifatida nima deysiz? Deylik, kelin harakat qilyapti, psixologiyasini to'g'irlagan, ichki dunyosini to'g'irlagan, u jon-jahdi bilan uyi go'zal bo'lishini, hayoti go'zal bo'lishini harakatida, ammo qaynona va erni ichidagi o'sha nima deydi, kirliklar ketmagan va ularning dunyoqarashi butkul boshqa. Ajrashish kerakmi? Unda endi tanlov qiladi. Ya'ni ayolga bog'liq bu narsa, tanloviga bog'liq. Agar u tanlov qilsa, mana shu hayotda yashashdi. Ya'ni endi bu narsaga bitta narsa borda, sevgi bo'lishi kerak. Agar sevgi bo'lsa, siz har qanaqa holatni kechira olasiz. Ya'ni sevgi bo'lsa, siz o'sha sevgingizdan energiya olib yashay olasiz har qanaqa holatda. Lekin agar oilada sevgi bo'lmaydigan bo'lsa va shunaqa vaziyat bo'layap turgan bo'lsa, ayol o'sib ketdi, lekin erkak xohlamayapti, u oiladagilar xohlamayapti. Endi tanlov qilish kerak o'zi uchun, ya'ni o'zini o'sishi uchun ajrimda ham ko'rib chiqsa bo'ladi. Lekin albatta bu narsa ayolni o'ziga bog'liq. Lekin ajrashganda ham shu narsa borki, bitta narsa bor. Ajrashganda ham o'sha oilaga, o'sha inson bilan sevgida qola olish kerak. Ya'ni yaxshi munosabatda, tashakkurlikda bo'lib ajrashish kerak. Agar ajrashganda nafratda bo'lib ajrashsa, o'sha oilani butunlay ayblab, nafrat ko'zi bilan ajrashsa, yana bu narsa hayotiga takrorlanadi. Ya'ni ikkinchi erkak bilan yashab o'tishi mumkin. Agar ayol turmushga chiqmasa, o'g'li bilan ham yashab o'tishi mumkin. Chunki u narsa buni hal qiladigan savoli bo'ladi ayolda. Va shuning uchun ham juda ham muhim keyingi hayotida bu narsa vaziyatlar takrorlanmasligi uchun mana shu aynan mana shu oilaga sevgida, tashakkurlilikda ajrashish va ular bilan kelishib olgan holda kechirasizlar-da, to'g'ri, sizlar yaxshi odamsizlar. Maslaga to'g'ri kelmadi. Endi maslaga to'g'ri kelmadi. Meni qarashlarim boshqa, sizlarning qarashlaring boshqa. Albatta, u inson o'zi uchun yaxshi. Uning uchun onasi uchun bolasi yaxshi, bu tabiiy hol. O'zining haqiqatlari bor. U ham o'zining haqiqatlarida yashashi mumkin, lekin buni tanlovi boshqa. Va siz rivojlanyapti turgan bo'lsa, siz bilan keta olmayapti turgan odam bo'lsa, u endi aybdor emas. Rivojlanmayapti turganligi uchun. Bizda o'zbekchilik degan narsa borda, Dilnoz, masalan, mana siz aytyapsiz, to'g'ri kelmadimi? Boshqa to'lqindasammi? Ayol oldinlab ketdi yoki aksincha ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir erkaklarga ham ayollar to'g'ri kelmay qoladi. U yana ham bir o'z ustida ishlaydigan, aqlli, erudированный ayolni xohlaganlar ham bor. Bor shunaqa erkaklar. Demoqchimanki, erkakmi, ayolmi, agar o'sha munosabatlarda muvozanat buzilganini ko'rsa, bizda o'zbekchilik degan narsa bor, yo'q, baribir yashash kerak, ajrashish yomon, ajrashgan odam hayoti tugaydi. Bu nimaga shunaqangi og'ir qaraladi ajrim degan narsaga? Aslida inson bir marta hayotga keladi, dunyoga, va o'ziga komfortni bo'lmagan hayotda o'lgunicha yashashga majbur emas deb o'ylayman. Bu meni subyektiv fikrim. Lekin nima uchun biz o'zbeklar hali ham shu ajrashdi desa hayot tugadi deb o'ylaydi. Ayniqsa ayollarga nisbatan bu narsa juda bir tabu sifatida qaraladi. Palonchini qizi ajrab ketdi degan narsa go'yoki bir sharmanda bo'lib ketdi degan narsaga. Ayol kishiga ajrashish, yana o'zimning shaxsiy fikrim, ayol kishiga ajrashish sharmanda emas deb o'ylayman. Erkak kishiga sharmanda deb o'ylayman. Ayolni eplanmaslik erkak kishiga ayb deb o'ylayman aslida. Chunki erkakka oilada juda ko'p narsa bog'liq. Yana bitta narsa savol bermoqchiman. Mana juda ko'p psixologlarga shu savol bergim kelardi. Bugun ayni mavrida psixolog yonida o'tirganimdan unumli foydalanish savol beraman. Nima uchun hamma psixologlar ayollar, kelinlar, qaynonalar ayol unaqa bo'lish kerak? Nimaga erkaklar psixologi yo'q? Nimaga birorta psixolog chiqib erkaklar mana bunaqa bo'linglar deb aytmaydi? Nima sabab bunga? Yo'q, asosan erkaklar aql bilan o'ylaydigan insonlar hisoblanadi. Ayollar esa hissiyot bilan.
yashaydi. Shuning uchun ham ayollar tezroq ishlaydi psixologiyada, tezroq his qiladi, tezroq o'zgartiradi. Erkaklar ko'proq aql bilan o'ylaganligi uchun ko'pincha hissiyotlarga ishonmaydi. Qanaqasiga ong ostida bunaqa o'y xayol bilan hal qilish mumkin? Yo'q degan narsa bor, lekin shunaqa narsa kirib kelyaptiki, mana hozir o'zi Kanadada, Amerikada 4 ta odamga bitta psixolog to'g'ri keladi. Hozir bizda ham erkaklar o'zini ustida ishlashni boshladi. Bor, ya'ni shunaqa narsalar. Biznes psixologlari hozir ochilgan. Ular ko'proq biznesini rivojlantirish uchun erkaklar o'zini ustida ishlayapti, lekin biznesini rivojlantirish uchun ham oila bilan ishlang, ayolingizga ko'proq pul bering, ayolingizni hurmat qiling, ayolingiz bilan vaziyatni to'g'irlasangizgina biznesingiz rivojlanadi degan tavsiyalar beriladi psixologlar tomonidan. Va qarabsizki, biznesini rivojlantirish uchun ham oilasini to'g'irlang. Qanaqa bog'liqlik bor? Ya'ni erkak kishining ishini yurishmasligi, ayoli bilan bo'lgan munosabat yaxshi bo'lmasa, qanaqa bog'liqlik bor? 100% bog'liqlik bor. Ya'ni tushuntirib berasizmi? Erkak kishi ayol kishidan energiya oladi. Ayol kishi erkakka energiya berganligi uchun ham erkak u energiyani olib ko'chada pulga almashtiradi. Ya'ni ko'chadagi ishlarga energiya beradi. Ya'ni o'sha erkakning ayoli resursda bo'lmasa, u siqilgan, xafa, depressiyada bo'lsa, oladigan narsani o'zi yo'q. Ya'ni tushunarli. Va o'sha ayolni qanchalik erkak chiroyli qilib o'zgartirsa, ya'ni ba'zi bir erkaklarda shunaqa narsa borki, o'y xayolida, ya'ni xohishidagi ayol boshqa timsolda, uydagi ayoli boshqa timsolda. Mana shu ikkita ayolni birlashtira olmaydi. O'zi boshqa ayolni xohlaydi, birga yurishdi, lekin oiladagi ayol boshqacha timsol degan narsa bor. Chunki onasidan, buvilaridan ko'rgan timsoli borda va uyidagi ayoli qanaqadir unga yoqmaydi. Kelsam bunaqa holatda o'tiribdi, mana bunaqa holatda o'tiribdi deb gapirishadi. Ya'ni o'ziga qaramagan deb aytishadi-da. Lekin ko'chada o'ziga qaragan ayollarni xohlashadi. Mana shu ayolni ikkalasini birlashtirsa, o'zi xohlagan ayol kelib chiqadi. Uni o'sha uydagi ayolini ham yarata oladi. Unga ham o'sha moddiy tomondan hamma narsasini yetkazib bersa, ayniqsa erkak ayol munosabatlarda gaplashib olish kerak. Ayol ham o'ziga aytish kerak, qanaqa erkak unga yoqadi, qanaqa bo'lishini xohlaydi turmush o'rtog'i. Erkak ham aytish kerak, qanaqa bo'lishini xohlaydi. Va mana shuni agar erkaklar ikkita ayolni, ya'ni o'y xayolidagi bilan uydagi ayolni birlashtirsa, demay hozir erkaklarga yoqib ketadi bu joy. Yo'q, birlashtirsa, bitta ayol o'y xayolidagi bilan deng. O'y xayolidagi bilan uydagi ayolni birlashtirsa, agar o'sha ayolidan yaratsa, u juda rivojlanadi. Har qanaqangi pulda o'sgan, rivojlangan erkaklar borki, ular bitta ayol bilan rivojlanadi. O'sha bitta ayolini shunaqangi o'zgartiradi, o'zi bilan birga olib ketadi-da, erkak ayol birga ketish kerak. Agar bitta tomon qolib ketsa, bitta tomon o'sib ketaversa, o'zi kelisha olmay qolishadi. Va bu narsa ajrimga olib kelishi mumkin. Garmoniya buziladi chunki. Garmoniya buziladi. Shuning uchun ham juda muhim erkaklarga o'zini ustida ishlashi va ayollari bilan vaziyatlarni hal qilish. Kuzatuvchilaringizga juda qiziq bo'lsa kerak bu savol. Mana shu qo'shiqdagi so'zlarni shunaqa hissiyot bilan aytgansiz va mana shu hayotda o'zingiz ham yashab o'tganmisiz. Va mana shundan chiqish uchun nimalar qilgansiz? Men bilaman, siz juda uzoq yildan buyon, ya'ni o'zingiz noldan olib chiqqan, rivojlangan ayolsiz. Va mana shunaqangi nol holatda bo'lib turib, rivojlanib ketish uchun nimalar qilish kerak? Odam o'zini tanlashni o'rganishi kerak. Dilnoz, mana o'zimni tanlashni o'rgangan kunimdan hayotim o'zgargan. Ungacha men ham hammani ayblardim. Hayotimda nimadir o'xshamasa, hamma atrofdagilar aybdor edi. Hozir mana ko'p qizlar bilan ham suhbat bo'lib aytaman-da, o'sha qizlar ham hozir men qachondir bo'lgan nuqtada. Agar men sizdaqa bo'lishni xohlayman, sizga havas qilaman. Men aytaman, agar mendaqa bo'lishni xohlasang, o'zingni o'zgartir. Ya'ni o'zingni sevishni, o'zingni tanlashni o'rgan. Va biz ko'p qizlarimizning fikrida mana bunaqa narsa bor. Sizni pulingiz borda, o'shancha o'zingizga qaraysiz. Sizni pulingiz borda, o'shancha sayohatga chiqib. Menda ham bo'lmagan. Menda ham imkoniyatlar bo'lmagan, pulsiz paytlarim bo'lgan. Men guvohman. To'g'rimi Dilnoz? Mana hammamiz boshimizdan o'tgan o kunlar. Hech kim onasining qornida paqti palonchi pistonchiva bo'lib tug'ilmaydi. Aslida pulsizlik ham bo'lgan, chorasizlik ham bo'lgan, tushkunlik ham bo'lgan, zulmatdek hayot tuyulgan paytlar ham bo'lgan, yashagim kelmagan paytlar ham bo'lgan, jonimga qasd qilmoqchi bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. Bu narsani yashirmayman. Lekin qachon hayotim o'zgardi? Men psixolog bilan ishlamaganman. Men haqiqiy anti-psixolog qiz bo'lganman. Psixologlar yoqtirmasdim. Psixolog zoti chiqsa nafratlanardim. Shunaqa darajada yopiq bo'lganman.
U narsani tushunmaganman, nima uchun ularni yomon ko'rib turgan, ularning gapi menga yoqmagan. Mana xuddi ularga o'xshab hozir meni shunaqa tushunishadi-yu, men shunaqa deb o'ylardim. Haqiqatdan bo'lmasa qatdan qiladi derdim. Fikrni, miyani o'zgartirish mumkinligini tushunmagan ekanman. O'sha o'zimni tanlashni o'rganib, mana fikrlashni, mana miyani tozalashni o'rganganimdan keyin hayotim o'zgarishni boshlagan. Bu juda ham oson desam ishonishmaydi. Faqat inson shu narsani qabul qilishga o'ziga ruxsat berish kerak. Men uddalay olaman, men hamma kabiman, meni boshqalardan kam joyim yo'q degan narsani prosta miyasiga singdirishni o'rganish kerak. Bizda qizlarimiz berkig'da. Nimaga ishonch bilan aytyapman? Chunki o'zim shu etaplardan o'tganman, o'zim boshimdan xuddi shu narsalar o'tgan. Men ham hech narsani imkoni yo'q deb o'ylagan paytlarim bo'lgan va bu narsadan chiqqanimdan keyin, hayotim o'zgarishni boshlagandan keyin, qilsa bo'lar ekanda, bu juda ham oson ekanda deb boshqalarga ulashkim keladiki, hey, o'zingni qiynamagin. Juda ham oson hayotingni o'zgartirish aslida. Ko'p kommentariyalarda o'qib qolaman-da, psixologlar mana sayohat qiling deb gapirsa, kommentariyaga 80% odam negativ yozadi. Qatdan olaman, pulim bo'lmasa sayohatni senga aytishga oson-da, seni puling bor-da deb yozishadi. Keyin aytaman, hali ham o'sha ko'p insonlar fikri ochilmagan ekan. Ya'ni tasavvur qilish bepul, orzu qilish bepul, xayol qilish bepul. Endi diniy tarafdan olib qarasak, yaxshi niyat qilinglar, farishtalar amin deydi degan joyi bor-ku. Ya'ni shunchaki niyat qilib qo'ying, farishtalar amin desin, bo'ladi bu narsalar. Faqat ishonch bilan bu narsani o'ziga odam xuddi bir real narsadek ishonishi kerak. Mana men o'tgan yili uy olganman, Dilnoz. Bir 4 yil uy olaman degan orzuda yurganman. Va uy olish shunaqa bir uzoq narsa bo'lib tuyulgan menga, juda katta, juda ham bir mashaqqat bilan erishiladigan bir niyatga o'xshab tuyulgan. Ammo fikrimni o'zgartirganimdan keyin shunaqa oson bo'lib qoldi. Shunaqa osonlik bilan, shunaqa Alloh o'zichi sabablarini, sababchilarini, vaziyatlarni senga shunaqa to'g'rilab qo'yar ekanki, sen xohlaganingdan-da a'lo darajada ishingni bitirishga. Nafaqat uy olishda. Qanaqa duolar o'qigansiz deb yozishadi menga. Gap duo o'qishda ham emas. Men ishonch bilan aytganman, 18 ming olamni yaratgan Rob, u qanaqa chiroyli narsalarni, tog'larni, toshlarni, daryolarni, sharsharalarni, ummonlarni, galaktikani, men ko'p ko'raman galaktikani. Samoviy dunyoga kirib bir internetda ko'rsa odam, o'zini muammolarini qanchalik kichkina narsaligini his qilishni boshlaydi. Men o'sha miyamni katta qilib ochganimdan keyin, ya'ni o'sha galaktikalarni ko'rganimdan keyin, meni muammo emas ekanu, bir munchagina uy so'rayapman ekanu, xudo menga bermasmidi degan ishonch paydo bo'lgan. Va ishonch shunaqa vaziyatlar o'zgarishni boshlar ekanki, o'zing bilmagan holda, men qanaqa qildim shuni? Menga Xudo berdi debchi tan berar ekansan, tan berasan, iloji yo'q. O'shuncha mana agar hozir kimdir tushkunlikda o'tirgan bo'lsa, kimdir qarzi bo'lsa, kimdir muammosi bo'lsa, kimdir menga o'xshab balki nimadir katta narsani orzu qilib, bunga meni yetinishim oson emas deb o'ylab turgan bo'lsa, iltimos hozirdan fikringizni o'zgartiring. Prosta o'zgartiring. Shunchaki men buni uddalay olaman, chunki menga Alloh beradi. Shuncha odamga bergan, menga bermasmidi degan ishonchni paydo qiling qalbingizda. Bugundan o'zgartiring. Men aytdi deysiz. Va kommentariyaga shu niyatingizga yetgan kuningiz shu videoga qaytib kelib yozing, men o'qib qo'rsam bo'laman. Chunki bu narsa albatta yozinglar. Bu ishlaydi bu narsa. Albatta, mana shu tanlov qonuni borda, borlig'ida va tanlasangiz, agar men bugundan o'zgaraman, menda shunaqa bo'ladi degan ishonchni bildirsangiz, bo'ldi, hayotingizga hamma narsa kirib keladi. Misol uchun, agar siz sayohatga chiqmoqchisiz, unga $5000 sizga kerak, lekin $5000 yo'q. $100 bor xolos qo'lingizda. Siz aytsangiz, men sayohatga chiqmoqchiman, $5000 kerak menga, bilmayman qayerdan keladi u, lekin men chiqishga tayyorman, men ruxsat beraman dedingizmi? Borliqdagi tanlov qonuni ishlagan holda siz uchun hamma eshiklar ochiladi va o'sha 5000 keladi, siz sayohatga chiqasiz. Faqatgina o'sha 5000 kelganda sayohatga emas, buni qizimni mebeliga sarflayman demaslik kerak. Ya'ni agar shu narsani aytsangiz, bo'ldi, pulpatoki yopiladi. Chunki siz uni sayohat uchun. Mana men shunaqa o'zgartirganman-da fikrim, unga ham bo'ladi, bunga ham bo'ladi deyman. Unga ham yetadi, bunga ham yetadi deyman. Mana g'oyib texnikasida bu ishoning, bu g'oyibdan qatdan bo'ldi deb ishonmay o'tiraverasiz keyin o'zingizga hayron qolib. Lekin bu narsani bir marta mazasini totgan odam, mana haqiqatan borligini his qilsa bu narsani, bo'ldi, hech narsadan qo'rqmay qolar ekan. Ishonch paydo bo'lar ekan odamda. Mencha mana psixologlarga ishonmasdim, ular yoqtirmasdim deb o'zimni hayotimni o'zgartirishdi. O'zim qanaqadir ichkaridan bir narsa paydo bo'lgan, o'zim shu narsani boshlaganimdan keyin ko'p psixolog tanishlarim bilan suhbatlar davomida bildimki, menga birov shuni o'rgatmagan, lekin men to'g'ri qilgan ekanman-da. Mana hozirgi gapimga isbotsiz keltiryapsiz bu narsani, men aytayapman, o'zim bilmagan holda men to'g'ri qilgan ekanman dedi. Chunki psixologlar aytadi, mana shukrona yozing deydi. Inson har kuni shukrona aytish kerak. Har kun uni yozish ham shart emas aslida. Har kun ertalab uyg'onganingni o'zi baxtliga shukr qil. Mana hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, fonda preparator dirillayapti. Hozir meni uyimda qo'shnilarkida 2 haftadan buyon mana shu dir. Shunga ham qanaqa qarayapman.
g'ashim keladi, asabiylashaman. Ishoninglar, bir necha sekund davomida bo'ladi, ani jonimga tegib ketgan holat bo'ladi, lekin sразу o'zimni to'g'rilayman-da. Gap har kimdadir pul paydo bo'ldi, kimdir uy oldi, kimdir yangi remont boshladi, kimdir hozir xursand deyman. Mayli, hammaga shunaqangi shirin tashvish nasib qilsin. Ozgina chidaymiz, o'tadi, ketadi. Fikrlashni o'zgartirdim. Kimdir menga yoqmasa, oldin mana shu yoqmadi deb unga yomon ko'z bilan qaragan bo'lsam, hozir shunaqa qilmayman. Alloh yaratgan buni. Astag'firulloh. Xudo meni kechirgin, noto'g'ri qarab qo'ydim. U xohlamagan-ku shu tashqi ko'rinishni. Masalan, kimdir aytishi mumkin, qora ekan yo semiz ekan yo boshqa ekan. U tanlamagan-ku tug'ilishdan oldin. Men mana bunaqa tanada, mana bunaqa badanda, mana bunaqa figurada tug'ilishim kerak. Meni yuzim, burnim mana bunaqa bo'lsin, ko'zim mana bunaqa bo'lsin degan zakaz berish imkoniyati hech qaysimizda bo'lmagan. Bu narsani tushunganimdan keyin yo'q, muhokama qilish to'g'ri kelmaydi va muhokama haqida hozir bir narsa aytmoqchiman. Ishoninglar, muhokama qilgan narsalar albatta hayotingizga kelar ekan. 100%. 100%. 100% dan oshiqroq foiz bo'lsa, o'shani ham aytardim. Chunki boshimdan o'tdi. Nimani gapirgan bo'lsam, men hech qachon degan narsalarim bo'ldi meni hayotimda. O'shuncha hozir birov haqida nimadir bo'lsa, muhokama qilmaymiz deyman va boshqalarga muhokama qilma, boshingga kelib qoladi deyman. Psixologiyada qanaqa ishlaydi bu narsa? Nima uchun muhokama qilgan narsamiz bizning hayotimizga keladi? Chunki siz masalan boshqa odamni qabul qila olmayapsiz-da. Mana shu narsasini unga oson ko'ryapsiz va o'shani hayotini yashab o'tishingiz shart. Jazo sifatida his qilish uchun, ya'ni muhokama qildingizmi, albatta shu narsani yashab o'tasiz. Chunki uni his qilishingiz kerak va anglashingiz kerak. Mana shu narsa bekorga unda ham bo'lmaganligi, u ham shunga javob topa olmaganligi uchun yashab o'tganligini. Shuning uchun bu narsa, ya'ni borliq qonunlarida bor, ya'ni balans qonuni orqali obratga olasizda. Nima bersiz, shuni obratkasi bo'ladi. Masalan, kimdir haqida yomon fikr bildirdingizmi? Bo'ldi. Albatta siz haqingizda ham kimdir yomon fikr beradi. Ya'ni bu obratka. Shuning uchun ham hech kim muhokama qilmaslik kerak. Agar u hayoti go'zal bo'lishini xohlasa, muhokamadan chiqib faqat благодарностьga, ya'ni tashakkurlilikka o'tib ketish kerak. Qancha tashakkurlilik ko'p bo'lsa, shuncha hayoti yaxshiliklar bilan, sevgi bilan to'laveradi. Shuncha aytaman-da, oldin o'zingni sev, keyin boshqalarga ham o'sha sevgi ko'zi bilan qarashni boshlaysan. O'zini yomon ko'rgan odam boshqalar yaxshi ko'ra olmaydi. Hech qachon. Mana shunaqa deb o'ylayman. Ko'zguga qaradingna, o'zingdan недовольныйsan, masalan, o'zingdan qoniqmayapsan, senga tashqi ko'rinishing yoqmayapti, qarayapman, ajin tushdi, semirdim yo ozdim yo nimadir deb o'zingdan ayb topyapsanmi? Boshqalar ko'zgu, xuddi shu narsani ko'rishni boshlaysan. O'zini yaxshi ko'rgan odam, o'zini boricha qabul qilgan odam boshqalarga ham shunaqa yaxshi nazar bilan qaraydi deb o'ylayman. Chunki masalan, men o'zim shu narsani boshimdan o'tkazganim uchun, men uchun hamma chiroyli bo'lib qolgan. O'ziga sevgi bera olmasa, inson boshqalarga bera olmaydi. Boshqalarga bera olmaydi. Qancha o'ziga sevgi bo'lsa, ya'ni ichi to'la sevgi va baxt bo'lsa, o'sha narsani beradi. Va o'sha odamni atrofdagilar ham yaxshi ko'rishni boshlar ekan. Ya'ni yaqinlashishni boshlaydi. Agar siz ichingizda sevgi bo'lmasa, siz sevgi so'rovchi bo'lib qolasiz. Atrofdan sevgi kutaverasiz. Kim menga sevgi berar ekan deysizda, hamma qochadi bu odamdan. Bularda fanda vampirlar deb aytiladi. Ya'niki energiya so'rovchilar. Sevgi qidirib, energiyangizni so'radi. Ba'zi bir insonlar yonida bo'lsangiz, oxirlashib qolasiz. Charchab ketasiz. Charchab ketasiz. Mana shu insonlar sevgi so'rovchilar, ya'ni vampirlar hisoblanadi. Bunda hamma qochadi. Men shu inson bilan bo'lsam, nima og'irlashamanda, nimadir borda deydi. Yuk bosib ketdim deydi. Shunaqa deydi. Qancha inson o'zi sevgiga to'la bo'lsa, baxtdan yonyap turgan bo'lsa, uni yoniga yaqinlashaveradi. Chunki yaqinlasa maza qilaveradi, xursand bo'laveradi. Chunki u faqat sevgi beradi. Faqat u sevgi taratadi o'zidan. Mana shu narsa ham borda oilada. Ba'zi bir qizlar o'sha sevgi so'rovchi bo'lib qoladi. Ota-onadan olmagan mehrini, otasidan ayniqsa olmagan mehrini turmush o'rtog'idan olgisi kelib qoladi-da. Va turmush o'rtog'idan mana shu otamni mehrini ber deb qidiraveradi-da va turmush o'rtog'i qochadi. Savol berishadi-da, uyga kelgisi kelmaydi, yaqinlashgisi kelmaydi, turmush o'rtog'im, nimaga shunaqa deyshadi-da. Butun xayollari, fikrlari erlarida, ya'ni turmush o'rtoqlarida bo'lib qoladi. Haqiqatan juda ko'p tanigan odamlarim bor shunaqa. O'zida emas-da. Qizlar o'zida emas, o'zini xohishlarida men nima xohlayman, men bugun nima beraman hayotga, men o'zimdan yaqinlarimga nima berishim kerak degan savolda emasda, mana shu turmush o'rtog'i menga kim nima berar ekan, ha? Nima berar ekan? Nimaga menga mehr bermayapsiz? Nimaga menga qaramayapsiz? Ko'proq talab, to'xtovsiz talab bo'lgan paytida erkak kishi qochadi ayol kishidan. Qancha ayol kishi faqat berishni o'ylasa, nima yaxshi ko'rar ekan, bugun nima yaxshi ko'rgani qilib qo'yay ekan, unga nima yaxshiliklar qilay ekan deyorsa, shuncha erkak kishi yaqinlashaveradi-da. Ayol kishining ishxonasi bu uyi. Ko'cha maza qiladigan joyi hisoblanadi. Erkak kishida esa aksincha bo'ladi. Ko'cha uni ishxonasi, uy esa dam oladigan joyi bo'ladi. Ayol kishi o'zini ongidan kelib chiqqan holatda erkak kishi ko'chaga chiqqani mazza qilib yuribdi
dam olib yuribdi deb o'ylaydi. Aslida unaqa bo'lmaydi. Va uyga kelganda siz shuncha dam olib keldingiz, mana sizga bola, mana sizga nima, siz yurdingiz, men o'tiribman uyda, shunaqa gaplar gapirlang. Yo'q, aksincha, erkak kishiga ayol kishi uyga kelishiga shunaqangi sharoit qilib qo'yish kerakki, u maza qilib dam olish kerak. Va shunda qancha erkak kishi uyga kelib dam olsa, talpinadi yana uyga. Agar erkak kishi uyda dam ola olmasa, ko'chadan qidiradi, ya'ni o'sha o'rtoqlarini yonidan, qanaqadir ofislardan qidirishni boshlaydi-da dam oladigan joyda va qochaveradi uydan. Mana shunaqa narsa eshitganman. Erkak kishiga sevimli, suyukli bo'lish uchun ayol kishi go'zal bo'lishi ham muhim emas ekan. Qaddi qomati kelishgan bo'lishi ham muhim emas ekan. Chunki erkak kishi ko'zi bilan emas, ya'ni siyratizmi siz oldingizdagi holatni sevar ekan. Ya'ni siz bilan agar unga xotirjamlik bo'lsa, agar unga komfort bo'lsa siz oldingizda, ya'ni halovati bo'lsa siz oldingizda, mana shu halovatga talpinar ekan uyga. Agar uyda siz aytgandek faqatgina g'urbat bo'lsa, eshikdan kelmasdan faqat problema bo'layotgan bo'lsa, qochishni boshlaydi deb eshitganman. Shu gaplaringizdan hozir xulosa qilyapmanki, demak shu narsa to'g'ri kelyapti. Xuddi shunaqa. Shuncha qizlar ha deb g'urbat qilmasdan o'zingizlar bilan ovora bo'linglar, fokusni erga qaratmanglar. Dunyo mana shu erda atrofida aylanmaydi deyman-da. Hayotda boshqa bir qiziqishlar bor, hayotda boshqa narsalar bor. Agar siz qanchalik o'zingiz bilan ovora bo'lsangiz, sizni o'sha turmush o'rtog'ingiz, yoringiz keyin sizga magnitga o'xshab talpinishni boshlaydi deb o'ylayman. Lekin agar siz butun fokusingizni unga qaratib, faqat menga qaramayapsan, menga mehr bermayapsan, meni sevmayapsan deganingiz bilan u menimcha mehr muhabbati oshib ham qolmaydi. Aksincha sizdan qochishni boshlaydi. Shuning uchun ko'proq o'zingiz bilan ovora bo'ling, o'zingizga qarang, sog'lig'ingizga qarang, bir narsalar bilan mashg'ul bo'ling, yaxshi kinolar ko'ring. U kinolar keyin kelganlarda gapirib bering. Mana shunaqa kino ko'rdim, zo'r ekan deb ibratlar oling u filmlardan, kitoblar o'qing. Tabiiyki, agar vaqtingiz bo'lsa, bu borada qaynonalarga insof so'rayman, sababi kelinlarga mana shunaqa narsalar qilishga ham shaxsiy vaqt ajratib beringlar, iltimos qaynonajonlar. Chunki uy ishi hech qachon tugamaydi. Dunyo tugasa tugaydiki, uy ishi tugamaydi, mana shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun sal yengilroq qarashni ham o'rganish kerak. Uy ishi tugamaydi bolam, bor birozgina mutolaa qilgin kelsa, kitobingni o'qigin. Ikkalamiz birga o'tirib kino ko'ramiz. Ona bola bo'lishni boshlash vaqti keldi menimcha. 21-asrda ham yarimlatib qo'ydik menimcha. 21-asr deganimizga ham necha yil bo'ldi. Bular endi yetar deb o'ylayman. Mana hozirgi men o'zim to'y xizmatlariga chiqaman, har xil qaynonalar ko'raman-da, lekin hozirgi qaynonalarning o'zgarib turganini ko'ryapman. Hozirgi qaynonalar zamonaviy, hozirgi qaynonalar iloji bo'lsa alohida chiqarib qo'ysa kelinini, men o'zim shaxsiy hayotim bor, menga kerak emas. Men erim bilan mazza qilib yashashni xohlayman. Men xohlagan kiyimimda yurishni xohlayman deb aytishadi va er-xotin yoshlar mazza qilib yashashsin. Men nechta qaynonalar mana to'yda kelin salom paytida kelinlariga sayohatlar sovg'a qilganini o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Ya'ni biz bora olmadik shu sayohatlarga. Bular asaloy qilib kelsin, bular aylansin degan holatlarni ko'rib quvonyapmanki, demak biz siz aytgan o'sha o'tish davriga kelibmiz. Demak biz ozgina eskilik sarqitlardan chiqmoqdamiz va qaynona kelin degan qo'rqinchli bir qanaqadir chegaralardan, o'sha ssenariylardan qochyapmiz. Xudo xohlasa, menimcha bir yaqin 50 yilda ichida yaxshi bo'lib ketadi. Yo, 10 yilda hal qilamiz. Men maksimum bilan aytyapman. Hal qilamiz, chunki hamma shunga tayyor. Albatta. Hamma tayyor. Men o'ylayman, erkaklar ham, ayollar ham, kattalar ham o'sha tayyor va hal qilamiz bu savolni, yakunlaymiz va aynan mana shu oila savoli yakunlansa, keyin global savollarga o'tsak bo'ladi, keyin. Ya'ni hozir shunaqa narsa bo'lish kerakki, men bu aytganingizdek rivojlantiruvchi narsalarda ko'proq o'ylash kerak-da ayol kishi. Uyda o'tiradigan ayol. Faqat uy ovqat kir bo'lib qolmasligi kerak-da. Mana ba'zida bunaqa bo'ladi-da, dam olishga chiqaylik, dam olaylik deshadi-da, keyin erkak kishi mayli yakshanba kunni ajratadi, dam olamiz deganda qaytga borish noma'lum. Nima qilish noma'lum. Nima qilamiz? Planlar yo'q. Desa planlar yo'q. Faqat dam olishga boraylik deyiladi xolos. Shuning uchun ayollar har doim plan qilish kerak. Yana bitta narsa qo'shib ketsam maylimi shu dam olishga. Biz o'zbek oilalarida ko'proq mana qaynona, kelin, oila bo'lib dam olishga tog'larga chiqishadi-da. Bitta narsa bor, buni hozir ko'pchilik tasdiqlaydi kelinlar meni gapimni bilaman. Dam olishga borgan kelin dam olmaydi. O'sha yerda yana o'sha pishiriq uydir, qozon o'choq, idish-yu, qaynigachilarning bolasiga qarash kerak bo'lsa qara. Tan olinglar bor bu narsa. Aksariyat kelinlar dam olishda yana xizmatda bo'ladi. Va nima deydi? Qo'y dam olmay shu uyimda o'tira qolay. Dam olishga borgandan tinchgina uyimda o'tiradi deydi. Mana shu narsani ham his qilish kerakki, kelinga dam olishiga qanaqadir alohida bir sharoit yaratib berish kerak ekan. Aytga borib ham uni ishlatish uchun dam olish qo'shtirnoq ichidagi gap bo'lmasligi kerak deb o'ylayman.
Shunday narsa borki, ya'ni qizlarimiz ozgina qo'rqoqlik qilib, qo'rquv asosida o'zlarining shaxsiy chegaralarini qo'yishmaydi. Qo'ysa urush bo'ladi-yu. Aytishmaydi-da, ya'ni men Aytsa urush bo'ladi-yu. Gap qaytaryapti, yuzimga qarab, tik qarab gapiryapti deb qaynonalar buni yomonlikka olib borishadi-yu, janjalga aylan o'g'liga jalg'itsa qiladi, keyin o'g'li onamga gap qaytaribsan deydi. Qanaqa qilib aytsa bo'ladi shuni? Buni sekinlik bilan yaratish kerak. Men aytdim-ku, texnikalar bilan sevgi berib, shu vaziyatni avvalambor o'zini ichida hal qilib olish kerak. Men hozir aytsam urushib beradi degan, agar ichida qo'rquv bo'lsa, albatta urushib beradi. Ichida oldin hal qilib olish kerak. Aytish kerak, men aytaman, shu hozirgi o'zimning xohishlarim aytaman va ular xo'p deydi deb o'sha vaziyatga o'zi bilan o'zi kelishib olish kerak avvalambor va sekinlik bilan aytish kerak. Ya'ni men ham xohlayman dam olib o'tirishdi. Chiroyli ohangda, menimcha. Chiroyli ohangda, ayajon, dadajon, men ham xohlayaptirdim. Dam olsam deganda, mayli yordamchi olsak degan gaplar sekin-sekinlik bilan aytib borish kerak. Agar u ayol kishi xo'p deb hamma narsaga qo'rquv asosida xo'p deyorsa, qaynona uni chegarasini buzaveradi. Sekinlik bilan chegarani qo'yish kerak. Masalan, men bilaman, shunaqa oilalar borki, dasturxonga kelinni taklif qilishmaydi. Kelin oshxonada ovqatlanadi, o'zlari umumiy stolda o'tirib ovqatlanishadi. Shunga ham sekinlik bilan kelin, meni ham kutib turinglar, men ham hozir kelaman. Yakunladim ishimni. Mayli kutib tura olasizlarmi deb ayta olish kerak. Aytgandan keyin ular kutishni boshlaydi. Ba'zilarda ya'ni bu narsa tabiiy holatdan deb qabul qilishadi-da. Har xil oila bor haqiqatan. Shuning uchun u kelin aytmagunigacha bu narsa o'zgarmaydi. Agar vaziyatni o'zgartirishni istasa, hamma narsani gaplashib olib, sekinlik bilan hal qilish kerak va albatta o'qish kerak, ko'proq bilim olish kerak. Yana aytmoqchimanki, mana shunaqangi dam olish holatlariga ham planlar tuzish kerak. Ya'ni qanaqa kinolar ko'rsa bo'ladi, qayerlarga borsa bo'ladi, joylarda har bir oldindan ko'proq ularda variantlar bo'lish kerak, ya'ni takliflar bo'lish kerak. Turmush o'rtog'iga ham, qaynonasiga ham oldindan o'ylab qo'yishlari kerak-da. Ya'ni o'zlariga nima kerakligini ham bilishmaydi-da. Misol uchun men kelishadi-da, men xohlayman, misol uchun bir oyda menga $1000 berishlarini. Men so'rayman, $1000 uchun nima qilasiz? Mana $1000 nimaga ishlatasiz? Nimaga ishlatishni bilishmaydi. Maqsad yo'q chunki. Maqsad yo'q. Maqsad bo'lmagan joyda hech qachon bo'lmaydi ish, ya'ni natija bo'lmaydi. Natija bo'lmaydi. Shuning uchun natija bo'lishi uchun oldin maqsad qilish kerak, maqsad qo'yish kerak. Ya'ni men dam olishni xohlayman. Har yakshanba erim meni dam olishga olib chiqishni xohlayman emas. Men har yakshanba bir safar parkka, bir safar kinoga tushishni xohlayman deb aniq maqsad bilan aytish kerak. Aynan qaysi parkka boradi? Uni ham. Aynan qaysi kinolar ko'rinadi? Qanaqa ovqat qilishadi bugun? Ayolda tayyor bo'lish kerak variantlar. Erkakka beriladigan. Men erta xohlayman, mana dimlama qilib o'tirishimizni kechqurun. Ungacha biz mana bu parkka borib kelsak bo'la, yangi ochilibdi. Zo'r ekan, mana bu joylari bor ekan. Siz ham dam olasiz, men ham dam olaman, farzandlarimiz ham dam oladi. Ya'ni shu narsalar qo'yish kerak, ya'ni aytish kerak va ko'proq rivojlantiruvchi narsalar, masalan, rivojlantiruvchi kinolar bor, ongni o'stiruvchi kinolar bor. Oddiy seriallarga vaqt ajratmaslik kerak. To'g'ri. Ya'ni nima ko'ryapmiz, nima eshitayapmiz, nimalarni gaplashyapmiz atrofimizdagilar bilan, bu juda ham muhim e'tibor berishimiz. Ya'ni so'zlarimizga, misol uchun dugonalar gaplashadi, oddiy g'iybat qilib gaplashadi. Yo'q, rivojlantiruvchi narsalar gaplashish kerak. Qanaqadir kitoblar muhokamasi, misol uchun psixologik kitoblar muhokamasi. Oilada qaynona kelin vaziyatlari bormi, farzandlar bormi? Bunga juda ham kitoblar ko'p. Mana shuni o'qib, dugonalar gaplashsa bo'ladi yoki bo'lmasam ong kengaytiruvchi kinolar, rivojlantiruvchi kinolar bor. Mana shu kinolar ko'rish kerak va 10,000 qadam yurishga chiqish kerak. Bunda ham sayrda ham hattoki rivojlanish kerak, kinoda ham rivojlanish kerak, o'tirganda gaplashganda ham rivojlanish kerak. Doimiy bizni rivojlantiruvchi narsalar bo'lyaptimi hayotimizda? Ya'ni rivojlantiruvchi faktorlar bormi? Demak, biz o'syapmiz. Lekin agar biz oddiy hech narsaga qaramasdan vaqtimizni o'tkazaversak, bu demak pastga tushib ketilinyapti degan. Qancha pastga tushgan sari shuncha muammo ko'p bo'ladi. Hozir sayohatdan gap ochilindi. Siz juda ko'p sayohatga borasiz va yaqinda ko'rib qoldim Instagramingizda Gruziyaga borganligingizni. Ya'ni Gruziya safari sizga qanaqangi taassurotlar qoldirdi? Gruziya sizga yoqdimi? Shu haqida gapirib bera olasizmi? Bilasizmi, Dilnoz, o'zi menga har qanaqa sayohat yoqadi. Ishoning, mana yaqin joyga chiqib kelsam, men uchun sayohat. Bitta sayohatdan bitta nimadir olaman o'zimga. Nimadir miyamda lampochka yonadi. Обязательно nimadir bo'lishi aniq. Shuning uchun sayohatlar juda ham yaxshi ko'raman. Batumiga bordik, Gruziyaga. Rostdan ham menga tabiati yoqdi, odamlari yoqdi, madaniyati yoqdi, taomlari yoqdi.
Gruziyada ovqatga qiynalmaysiz ekan. Haqiqatan ham juda ham bizga yoqadigan, ya'ni bizni mentalitetimizga yoqadigan taomlari ko'p ekan. Masalan, men maza qildim. Aktivni o'ddiqga ham juda ham sharoitlar ko'p. Shu ziplaynlar deysizmi, hamma narsa bor. Rosa ko'p peshkom yurishga harakat qildik. Va bitta narsaga qaror qildimki, qayerga borsam, albatta o'sha aholisi yashaydigan joylarga boraman, ularning ham sharoitini ko'zim bilan ko'raman degan niyatlarni qildim. Chunki bu boshqacha emotsiyalar berar ekan. Ularda urf-odatlarini ham ko'rasiz-da, shu urf-odatlarni ko'rasiz, yashash tarzini ko'rasiz. Mana shu oddiy domlarda odamlar qanaqa yashayapti, hamma narsani ko'rasiz ekan. Menga juda ham yoqdi bu narsa. Va o'sha turlarda olib borishganda ular o'zini chiroyli bir kulturasini namoyish qilib, o'sha raqslar bilan, qo'shiqlar bilan ko'rsatib beradigan postanovkalari borligi menga yoqdi. Bizda ham masalan mana Buxoroga qaytganda turistik joylarga borsangiz bor-ku bu narsalar. Ularda ham xuddi shunaqa rivojlangan ekan. Menga yoqdi bu taraflari. Tarixiy joyligi yoqdi. Ya'ni eski narsalar ko'pligi yoqdi. Men tarixiy joylar juda ham yaxshi ko'raman. Havosi tozaligi yoqdi. Umuman olganda borish kerak. Nima uchun unaqa deyapman? Chunki siz ham Instagramingizda ko'rdim. Yaqinda retrit tashkil qilyapsiz aynan Gruziyaga. Men ishoning chislolariga qaradim. To'y xizmatim bor ekan. Agar o'sha kunlari bo'sh bo'lsam, mana yurakdan aytayapman, men shu retrit bilan yana bir marta Gruziyaga borardim. Sababi men Tbilisiga bora olmadim-da bu safar. Men ham taklif qilmoqchi edim o'z sizni. Sizdan oldin o'zim aytdim, "Voy, band ekanman" deb. Chunki men Batumini o'ziga borib keldim, Tbilisiga vaqtim bo'lmadi, kombo olmagan ekanman, afsuslandim. Qachondir Tbilisiga boraman degan niyatim bor edi. Sizda qarasam ham Batumi, ham Tbilisi bor ekan. Shunda qaradim chislosiga, shu qizlar, ayollar jamoasi bilan borib kelish boshqacha bo'ladi, menimcha degan plan bilan shunda qarasam xizmatim bor. Rizqim yo'q ekan dedim. Lekin qizlar Dilnozni retritiga imkonim yo'q demanglar, harakat qilinglar, niyat qilinglar, avvalambor borishinglar tavsiya qilaman. Chunki bunaqa retritlar nafaqat fizически dam olasizlar, ya'ni tana dam oladi deydi-yu, masalan, sizlar ruhan ham yangilanib kelasizlar. Retritlar shunaqa zo'r narsa. Birinchidan ayollar jamoasida ayol energiyasiga to'yinasizlar. Har xil insonlarning hayotini, mana gaplashish imkoniyatlari bo'ladi unaqa joyda. Hamma o'zining muammosini aytadi, dardini aytadi, psixologlar unga yechim beradi. Bu zo'r narsa. Shuning uchun menimcha o'ylayman Dilnozni adminlar bilan bog'lanishni ayni vaqti bog'laninglar. Bu reklama emas, bu tavsiya. Mana aytibman, o'zim borardim. Imkon qadar borishga harakat qilinglar. Sababi narxlarini so'rab bo'lganman. Men masalan nech pulga borib kelganimni o'zim bilaman. Dilnoz taklif qilayotgan retritda hozir ancha sizlarga arzon tushadi. Ham borib kelish, ikkita shahar ko'rish Gruziyada, ham uni ichida psixologning konsultatsiyasi bor, chiroyli bir qanaqadir konferensiyalar qilasizlar, menimcha yig'ilishib. 5 soatdan dars bo'ladi. Ana darslari ham bor ekan, hattoki to'liq ma'lumot qanaqa bo'lishini menimcha Dilnoz o'zi gapirib bergani yaxshiroq. Mana qisqacha qilib ayollarga nimaga kerakligi u retritni gapirib bering. Retritlar juda ham muhim, chunki meni o'zim mana 12 tadan oshiq retritga borganman va har bir retritda juda katta o'sish bo'lgan meni hayotimda, oilamda, vaziyatlarda. Retrit shunaqa narsaki, siz umuman oilangizdan chiqib ketib, o'zini ustida ishlayib turgan, rivojlangan insonlarda chek tushib qolasiz va to'xtovsiz o'zingizni ustingizda ishlashga vaqt bo'ladi. Yangi joyda ham sayohat qilasiz, ham bilim olib, ruhan o'sib kelasiz. Juda ko'p savollaringiz hal qilib kelasiz. Ya'ni juda ko'p siz o'ylab turgan, haqiqat deb o'ylab turgan narsalar aslida sarobligini ko'rib kelasiz. Aynan biz retritimiz hozir 10 kun davom etadi. O'zlikka qaytish deb nomlangan. Ya'ni ruh, qalb tanani uyg'unlashtiramiz. Meditatsiyalar, initiatsiyalar yordamida, nazariy hamda amaliy bilimlar yordamida har bir inson juda katta o'sishlarga keladi. Ikkita joyda bo'lyapti. Ya'ni Batumida 5 kun, Tbilisida 5 kun bo'ladi. 7 kuni dars bo'ladi. 5 soatdan dars bo'ladi. Qolgan paytlar aylanishga, dam olishga, sayohatlarga hammasiga vaqt ajratamiz. Mana shu 5 soat dars davomida aynan konferensiya olganmiz va mana shu yerda qalb, ichki xotirjamlik, mana hozir aytdingiz-ku, qayerga borsam ovoz. Shum. Demak, ichki shum bor. Ichki xotirjammaslik bor. Ya'ni ichki notinchlik bor va mana shu aynan shu retritda ichki xotirjamlik, o'zi bilan ulanish, jimjitlik praksikalari va initiatsiyalar, qalb bilan ulanish, munosabat, pul, sog'liq, hamma mavzuda gaplashamiz, hal qilamiz, yakunlaymiz. Har qanaqa savolni yakunlab, tugatib, umuman boshqa odam bo'lib boshqa odam bo'lib qaytariladi. Boringlar, обязательно boringlar. Men hammaga ilinyapman. Imkonim yo'q demanglar, imkon har doim topiladi. Xohish bor deylar avvalambor. Retritlar o'zi bir yilda bir marta bo'ladi yoki 2 marta bo'ladi. Chunki doimiy retrit qo'ya olmaymiz. Buning uchun ham juda katta energiya, katta kuch kerak. Shuning uchun hozir fursatdan foydalanib, men ham taklif qilaman hammani rivojlanmoqchi, o'smoqchi hamda sayohat qilmoqchi bo'lgan sevimlilarimiz kelishlari mumkin.
Gavhar opa, sizni har bitta yo'lingizga ta'zimdaman. Rahmat. Juda hurmat qilaman sizni, chunki har bitta o'tgan yo'lingizni bilaman. Nimalardan o'tganingizni bilaman va bu narsada rivojlanish uchun to'xtamaganligingizni bilaman va har qanaqa holatda o'zingizda kuch topib kelgansiz. Mana hozir qizingiz, nevaralaringiz shunaqangi mehribon ona, ham mehribon buvijonsiz. Sizga rahmat aytaman. Bugungi suhbat uchun juda mazza qildim. Tashakkurlar. Yana ham ishlaringizda rivoj tilayman. Yana ham kengayib keting, yana ham o'sib keting. Rahmat. Hamma o'ylagan niyatlaringizga yeting. Bugun Dilnoz siz bilan suhbatda ham nafaqat o'zimga, balki bizni tomosha qilayotganlarga ham manfaatli ko'p javoblar bo'ldi. Sababi hamma ham imkon topib psixologga bora olmaydi. Bugun biz ochiq suhbat davomida qo'limizdan kelgancha qizlarimiz qalbidagi savollarga menimcha bir nechtasiga javob olishga harakat qildik va mutaxassis sifatida sizdan chiroyli javoblarni oldik. Bu uchun sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan, bugun havoni issiq demasdan mana shunaqangi bir chiroyli suhbatni tashkil qilishda yordamchi bo'ldingiz. Sizga ham katta rahmat. Retritlar chiroyli o'tkazib oling. Rahmat. Nasib bo'lsa qaysidir biriga to'g'ri kelib qolsa, albatta siz jamoangiz bilan birgalikda ham boraman. Balki qaysidir retritlarda birgaligimizni e'lon qilish vaqti ham nasib qiladi. Albatta. Lekin meni niyatim mana shu har bitta qilayotgan ishlaringiz, ayollarni baxti uchun qilayotgan ishlaringiz samarasini bersin. Siz yoningizga kelayotgan har bitta qiz ayollarimiz o'zligini topib, o'zini chiroyli yo'nalishini, qalb og'riqlaridan qutulib, savollariga javob topib, oilasida baxtli bo'lsin va umuman olganda butun dunyoyi olamda hammani oilasi tinch bo'lsin, qushni ham ini buzilmasin.